ham ko'rinishi bilan ham mazasi bilan sizni qayta tayyorlashga majbur qiladigan issiq yegulik tayyorlaymiz. Ishoninglar, mazasi shunaqa zo'r bo'ladi, ham juda ham to'yimli. Ishimizni sariq sir va oq brinzani qirg'ichdan chiqarib olishdan boshlaymiz. Ko'k piyozni mayda qilib to'g'rab solamiz. Ozgina o'simlik yog'idan solib aralashtiramiz. Nachinkasi tayyor. Endi mayini tayyor xamir turishli qatlama xamiridan olib, katta qilib to'rtburchak shaklda yoyib olamiz. O'rtasiga boya tayyorlab olgan nachinkamizni yarmidan solamiz va xamirning ikkita chetini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, qo'limizda xuddi shu ko'rinishda aylantirib burab chiqamiz. Xamirimizni chetlarini burab olgandan keyin xamirimizni o'rtasidagi nachinkani xuddi shu ko'rinishda yopib chiqamiz. Ikkita xamirimiz ham tayyor bo'lgach, listga joylab, ustidan tuxum sarig'ini surib, kunjutdan sepib, qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Ustilari shunaqa chiroyli bo'lib qizarib pishadi. Xamirlari juda ham yumshoq, mayin bo'lib chiqadi. Mazasini gapirmasam ham bo'ladi. Bu issiq yegulikdan albatta tayyorlab ko'ring. Bilaman, retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib, yurakchani bosib qo'ying.